Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Python dasturlash tilida Caesar shifri dasturini yaratishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor Caesar shifri nima? Shu haqida tushunchaga ega bo'lsak. Caesar shifri bu kriptografiyada Caesar shifri, Caesar kodi va hokazo sifatida tanilgan va eng oddiy va eng mashhur shifrlash usullaridan biri. Bu almashtirish shifrining bir turi bo'lib, unda ochiq matndagi har bir harf alifbo bo'ylab ma'lum bir qator pozitsiyalar bilan almashtiriladi. Bu nima degani? Misol uchun, sizning so'zingizda A harfi bor. Xuddi shu A harfini shifr siljish nechiga teng bo'lsa, misol uchun 3 ga teng bo'lsa, A harfini 3 ta keyingi harf bilan almashtiradi. Misol uchun A dan keyin 3 ta keyingi harf bu D. A ni D harfiga almashtiradi. Bu qanday ishlaydi? Mana ko'rishingiz mumkin. Ma'lum bir sondagi pozitsiyaga surib shifrlaydi. Masalan, agar surilish 3 ta bo'lsa, unda A D ga, B E harfiga va S F harfiga almashadi. Va quyida ko'rishingiz mumkin, misol uchun hello so'zini kiritsa, shiftimiz 3 ta surishga ega bo'lsa, bizda shifrlangan matnimiz kor so'ziga teng bo'lar ekan. Ya'ni H dan keyin 3 ta keladigan harf bu K, E dan keyingisi H va hokazo shu tarzda kor so'ziga almashar ekan. Bu usulni Juliy Sezar o'ylab topgani uchun aynan Caesar nomi berilgan. Va yana bir narsani sizlarga aytib ketish kerak. Caesar shifridan hozirgi zamonda foydalanish uchun tavsiya berilmaydi, chunki bu juda zaif. Hozirgi zamonaviy texnologiya yordamida bu shifrlash usulini osongina buzish imkoniyati mavjud. Shuning uchun biz faqat dasturni qanday yaratishni ko'rib chiqamiz, lekin bundan foydalanish tavsiya berilmaydi. Hop, kod yozishni demak sizlar bilan boshlasak bo'laveradi. Hop, kod muharririmizni ochib olamiz va dastlab ishni bizga alifbo ro'yxat kerak. Ya'ni ingliz tilidagi 26 ta harfni ro'yxatini shakllantirib olamiz list ko'rinishida. Hop, ro'yxatni shakllantirishdan boshlaymiz. Alifbo degan o'zgargich ochaman va unga 26 ta harfdan iborat ingliz tilidagi alifbo harflar ro'yxatini tashlayman. Hop, keyingi qiladigan ishimiz biz foydalanuvchidan so'rashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aynan qaysi so'zni shifrlab berish kerak ekanligini. Text degan o'zgaruvchiga foydalanuvchidan so'raymiz input orqali matningizni kiriting. Hop, so'raymiz va foydalanuvchi kiritgan matnni birayo'la shu yerning o'zida lower funksiyasi yordamida barchasini kichik harfga o'girib olamiz. Keyinchalik katta kichik harflar orasida muammo kelib chiqmasligi uchun xuddi shu jarayonni qo'llab qo'yamiz. Va keyin yana so'rashimiz kerak bo'ladi shift sonini, ya'ni harflar nechta surilishini so'rashimiz kerak bo'ladi. Va buni so'raymiz. Input siljish sonini kiriting. Siljish sonini kiriting deb so'raymiz. Tepada kiritgan narsamiz bizda string tipidagi matn bo'ladi, text, so'z bo'lishi mumkin. Keyingisi shiftimiz bizda bu son bo'lishi kerak. Lekin input orqali kiritilgan har qanday narsa string tipida bo'ladi. Shuning uchun buni int tipiga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Int va buni bu yerga qo'yib qo'yaman. Hop, so'rash jarayonlari tugadi. Endi shifrlash uchun bitta funksiya yaratib olamiz. Shifrlash degan funksiya yaratib olaman. Bu funksiyamizning ichida ikkita parametr bo'ladi. Text demaydi, tepadagilarni chalg'ib qolmasliklari uchun. Matn deymiz, virgul va shift soni. Ikkita parametr qabul qiladi. Ya'ni kiritilgan matn va shift soni nechta bo'lishi. Funksiyamizni yaratishni boshlaymiz. Dastlab biz har bitta harfni o'qib olamiz.
Ya'ni foydalanuvchi kiritgan har bitta harfini o'qib olamiz. Buning uchun for siklidan foydalanamiz. For letter in matn. Foydalanuvchi kiritgan matn ichidagi har bitta tekstni bilan ishlaymiz. Shu yerda buni kiritilgan matndagi ichidagi har bitta harfini biz alifbodan joylashuv o'rnini bilib olishimiz kerak. Ya'ni joylashuv o'rnini bilib olganimizdan so'ng, bu aynan misol uchun 10-o'rinda joylashgan bo'lsa, undan 3 ta keyingi harf topishimiz uchun uni joylashgan o'rni bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun matnning ichidagi har bitta harfni joylashgan o'rnini topishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak boshladik. Position degan o'zgaruvchiga alifboni indeksi degan tushuncha bor. Bu indeks listning ichidagi kiritilgan tekstni yoki harfni aynan joylashuvini aniqlab beradi. Bizga turgan indeksni aniqlab beradi. Index letter, ya'ni fordagi letter. Va bunga qo'shib qo'shishimiz kerak shift sonini. Biz so'zni o'rnini aniqlab olamiz va unga misol uchun 3 kiritilsa 3 qo'shib qo'yamiz. Ya'ni indeksimiz shunda 3 ta ko'pga aylanib qoladi. Va keyingi qiladigan ishimiz bundan yuqorida bu yerda biz yangi shifrlangan tekst degan o'zgaruvchi yaratib olamiz va bunga bo'sh stringni berib turamiz hozircha. Va bu yerdan shifrlangan tekstimizga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Alifboni position, ya'ni yuqorida keltirib o'tgan joylashuvdagi harfimizni bunga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Har bitta harfga 3 ta qo'shadi. O'sha 3 ta qo'shilgan o'rindagi harfni bizda mana string tipidagi tekstimizga qo'shib ketaveradi va bizda natijaviy shifrlangan tekst hosil bo'ladi. Hop, buni print orqali fordan chiqamiz va print orqali f sizning shifrlangan matningiz yoki shifr natijasi deylik. Print shifr natijasi nuqta qo'yamiz va bu yerga shifrlangan tekstni chiqarib qo'yamiz. Shifrlangan tekst. Bizda funksiyamiz tayyor. Buni ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shifrlash funksiyasini chaqiraman. Matn o'rniga salom degan so'zni yozib beraman. Salom. Va shifr soni 3 ga teng deb berib beraman. Buni ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'rsak, matningizni kiriting. Salom. Soni 3. Shifr natijasi va dorp degan natija chiqadi. Hop. Bizda hozir bitta qo'lda yozib qo'ydik. Buni aslida salom o'rniga yuqoridagi tekstni va shift soni o'rniga shiftni olib kelishimiz kerak edi. Va shunda bizga kerak narsani chiqarib beradi. Bu yerga tekstni qo'yaman. Tekstni va shifr soni shift deb yozib qo'yaman. Shunda bizda universal ko'rinish tayyor bo'ladi va ishlatib ko'raman. Qaytadan ishlatib ko'raman. Matningizni kiriting. Oddiy a harfini kiritaman. Soni 3. Ko'rishingiz mumkin. Mana a harfini d harfiga almashtirib beryapti. Hop, bizda shifrlash funksiyasi ishladi. Lekin bu funksiyamizda bitta muammo borki, agar bizda 26 ta harf bor. Indeks bo'yicha sanasa 25 ta indeksdagi harf bor. 0 dan boshlangani uchun. Endi agarda bizda quyida natijada biz z harfini kiritsak,
Z harfini kiritsak, buni indeksini topadi, 25 deb oladi. Indeks positionni 25 ga teng. Bunga 3 ni qo'shadi, agar shift soni 3 bo'lsa, 28 ga teng bo'ladi. Lekin bizda 28-chi bu yerda alifboni 28-o'rindagi harfini shifrlangan tekstimizga qo'shib bera olmaymiz. Sababi 28-o'rinda hech qanday harf yo'q. Agar xuddi shu tarzda ishlatib ko'rsam, bizda xato beradi. Ko'rishingiz mumkin, bizda xato beradi. Shu muammoni to'g'rilash uchun biz agar harflar soni oshib ketsa, limitdan oshib ketsa, 26 dan oshib ketsa, u yana qaytadan A harfidan boshlash kerak degan buyruqni berib qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz bu yerda positionni aniqlab olgandan keyin buni bizda qoldiqli bo'lish degan tushuncha bor edi. Shu alifbomizni uzunligiga bo'lsak, pozitsiyasi shunga teng bo'ladi. Ya'ni biz 28 turgan bo'lsa, uni 26 ga bo'lsak 2 chiqadi. Ya'ni pozitsiyamiz 2 ga teng bo'lib qoladi va hech qanaqa muammo bermaydi. Shunda buni ishlatib ko'ramiz. Boshqatdan matningizni kiriting. Z harfi 3 ta. Uzr, mana bosilib ketib qoldi. Boshqatdan. Z harfi 3 ta. Shifr natijasi S. Ko'rishingiz mumkin, bizda endi ishlayapti. Bu shifrlash uchun yozilgan kod edi. Endi xuddi shuni aksi bor, ya'ni deshifrlash. Yozilgan shifrlangan matnni orqaga, ya'ni qanday so'z ekanligini bilishimiz uchun xuddi shuni deshifrlash funksiyasini ham yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Deshifrlash. Bu deshifrlash ham shifrlash bilan deyarli bir xil. Xuddi shuni nusxa olib turib, bu yerga tashlab turib, shifrlashning o'rniga endi nomi deshifrlash deb beraman. Bu yoqda deyarli hech narsa almashmaydi, faqat mana bu yerda endi oldinga 3 ta surish kerak emas, orqaga 3 ta surishi kerak bo'ladi. Orqaga 3 ta surish kerak bo'ladi. Bu yoqda hech qanaqa kodimizda boshqa jarayon o'zgarishmayapmiz. Hop, buni ishlatib ko'raman. Pastdan deshifrlash funksiyasini chaqiraman. Deshifrlash funksiyasini chaqirib turib, bu yerga yuqoridagi tekst va shifr sonini yozaman. Shift deb yozaman. Buni ishlatib ko'raman. Endi matningizni kiriting. Endi A kiritganimizda bizda D chiqayotganda, endi D kiritsak bizda A chiqarib berish kerak, ya'ni teskarisiga aylantirib berish kerak. D ni kiritaman va 3 ta. Siljish soni bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni shifr natijasi A. Endi bunda deshifr natijasi deb chiqish kerak bu yerda. Bu yerda deshifr natijasi 3 ga teng deb chiqish kerak. Bizda shifrlash va deshifrlash ham ishlayapti. Hop. Bizda dasturimiz tayyor. Yana bir narsa, endi bizda bu yerda jarayon takrorlanyapti. Shifrlash, deshifrlashda ham deyarli bir xil narsalar ishlatilyapti. Va buni biz universal qilib bitta funksiyaning ichiga joylashimiz mumkin bo'ladi. Hop, xuddi shu ishni qilamiz. Demak, ikkalasi ham ishlashi uchun bitta universal funksiya qilamiz. Def shifr deshifr degan funksiya yaratsak, shifr deshifr. Bu bizda endi 3 ta parametr qabul qiladi. 3 ta parametr. Matn birinchisi. Hop, keyingisi shift soni va yangi parametr qo'shiladi. Bu turi. Ya'ni turi deganda bu shifrlashmi yoki deshifrlashmi, shu yerga berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga berishdan oldin yuqorida buni ham biz foydalanuvchidan so'rashimiz kerak. Aynan sen nima maqsadda foydalanmoqchisan, shifrlash yoki deshifrlash. Shuni so'raymiz. Ya'ni direction degan o'zgaruvchiga olaman. Input bilan
shifrlash uchun shifr deshifrlash uchun deshifr so'zini yozing deb avval bundan so'rab olaman. Foydalanib shifr so'zini yozsa biz shifrlashimiz kerak, deshifr so'zini yozsa biz deshifrlashimiz kerak bo'ladi. Hop, funksiyamizni ishlatishni boshlayman. Bunda yuqoridagi shifrlangan tekstni olamiz. Bu yerga joylaymiz. Bu kerak bo'ladi bizga. Va keyin bu yoqni ham xuddi shunday qilib kopirovat qilib olishim mumkin bo'ladi. Faqat biz tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu shifr yoki deshifrni qaysi biri ekanligini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Hop. Bizda aynan farq qilayotgan joy bu yerdagi ishoralar. Ya'ni plus minusda farq qilyapti. Qolgan deyarli hamma joyimiz bir xil bo'lgani uchun biz shu joyi uchun alohida bitta buyruq yozib qo'yamiz va shifrlangan tekst shu shifrlangan tekstni ham natijaga o'zgartirib qo'ydik. Chunki bizda deshifrlangan tekstdan bo'lishi mumkin. Mantiqiy jihatdan to'g'ri bo'lishi. Oddiy natija deb yozib qo'yaman o'zgaruvchimga. Natija deb yozgandan keyin bu yoqda hop for sikli ishlaydi. For siklidan keyin men tekshirishim kerak bo'ladi. Shu siklning ichida agar hop turi, ya'ni foydalanishayotgan turi, shuni tur deylik. Tur. Joylar chiqadi. Teng bo'lsa, deshifrga teng bo'lsa, biz shift sonini ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi -1 ga. Chunki biz o'sha sonni -1 ga ko'paytirsak, matematikadan ma'lumki, -1 ga ko'paytirgan sonning ishorasi almashib qoladi. Hop, bu yerdagi shifrlangan tekstlarni natijaga o'zgartirib qo'yaman. Bu yoqdagini ham natijaga o'zgartirib qo'yaman. Demak, bu yerda biz tekshiryapmiz. Agar tur, bu yerda kiritilgan tur deshifrga teng bo'lsa, uni -1 ga o'zgartirib qo'ying. Yoki aks holda plyusligicha qolaveradi va jarayon davom etaveradi. Bu yoq shunday qoladi. Qolganini ham tekshiramiz. Natijamizni qo'shamiz va endi bu yerda shifr natijasi deyapti. Shu yerda biz shifr yoki deshifrligini turga qarab ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda turni kiritsam, agar shifr bo'lsa, shifr natijasi, deshifr bo'lsa, deshifr natijasini o'zi yozib chiqadi. Bu universal funksiyamiz. Qolgan ikkita funksiyani kommentga olib turaman va buni ishlatib ko'ramiz. Shifr deshifr funksiyasi kiritilgan text shift va direction kiritishimiz kerak. Shift va direction. Biz ishlatib ko'ramiz. Qo'limizda so'rayapti. Shifrlash uchun shifr, deshifrlash uchun deshifr so'zini kiriting. Biz shifr so'zini kiritamiz. Enter. Matningizni kiriting. Salom degan matnni kiritamiz. Siljish 3 ta. Ko'rsak, shifr natijasi v dorp degan natija chiqadi. Endi xuddi shuni aksini ishlatib ko'ramiz. V dorp so'zini kiritamiz va deshifrlab ko'ramiz. Qo'limiz to'g'ri ishlayotgan yo'qmi, ishlayotganini tekshirib olamiz. Hop.
deshifr deb yozamiz. Enter yozamiz. Matningizni kiriting va dorp degan yozuvni kiritamiz. Siljish soni 3 ta ko'rishimiz mumkin. Endi bizda shu yerda sklum, ya'ni qandaydir xato chiqib qoldi. Yana kodimizda qayerdadir muammo bor, shuni tekshirib olamiz. Bu kodimizni tekshirib chiqish jarayonida biz mana tekshirish jarayonini biz for cycle ichida berib qo'yamiz. Har bitta jarayonga tekshirib chiqadi. Xuddi shu narsani fordan tashqariga chiqarib qo'ysak, boshqa ishlatib ko'ramiz. Bizda bu dorp degan so'zni kiritishimiz kerak edi. Deshifr matn bu dorp 3 ko'rishimiz mumkin. Deshifr natijasi salom deb chiqadi. Bizda shifrlash ham, deshifrlash ham ishlayapti va bu bitta funksiya orqali ishlayapti. Barchangizga rahmat. Agar savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar darslarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosinglar, o'rganmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar. Xursand bo'lamiz. Rahmat.